Navbatdagi mavzuyimiz karrali nisbatlar qonuni. Xo'p, karrali nisbatlar qonuni kim, qachon va qanday ta'rifladi? Karrali nisbatlar qonuni 1808-yilda Dalton tomonidan kashf etildi va u quyidagicha ta'riflanadi. Agar ikki element bir-biri bilan birikib, bir necha birikma hosil qilsa, elementlaridan birining shu birikmalardagi ikkinchi elementning bir xil og'irlik miqdoriga to'g'ri keladigan og'irlik miqdorlari o'zaro oddiy va butun sonlar nisbatida bo'ladi. Xo'p, bu qonunni to'liq tushunishimiz uchun demak buni biz misollar bilan tushunib olishimiz kerak. Keling, qonunni dastlab kichik bo'limlarga bo'lib o'rganib chiqamiz. Keling, misol uchun, agar ikki element bir-biri bilan birikib, bir necha xil birikma hosil qilsa, keling mana shu joygacha o'rganib olamiz. Ya'ni ikki element, misol uchun azot hamda kislorod. Mana shu ikki element bir-biri bilan birikib, bir necha birikma hosil qilsa. Xo'p, azot kislorod bilan oksid hosil qilishi mumkin. Azot 1 oksidi, ya'ni N2O. Yo bo'lmasa azot 2 oksidi, NO. Azot 3 oksidi, N2O3. Yo bo'lmasa 4 oksidi, NO2. yoki 5 oksidi, N2O5. Xo'p, endi mana shu qiymatlarni qabul qilish mumkin. Mana shunday moddalarimiz hosil qilishi mumkin ekan. Endi qonunni davom etamiz. Elementlardan birining shu birikmalardagi ikkinchi elementning bir xil og'irlik miqdoriga to'g'ri keladigan, mana elementlardan birining, misol uchun azotni belgilab olamiz. Azot. Mana shu demak elementlardan birining shu birikmalardagi ikkinchi elementimiz nima? Kislorod. Ikkinchi elementning bir xil og'irlik miqdoriga to'g'ri keladigan. Demak, bu yerda azotning qaysidir, misol uchun 14 grammiga to'g'ri keladigan kislorodlarning massalari, ya'ni og'irlik miqdorlari o'zaro oddiy va butun sonlar nisbatida bo'ladi. Ya'ni bu har bir qiymatimiz o'zaro qandaydir nisbatda bo'ladi deyilgan. Xo'p, keling buni misol tariqasida ko'rib o'tamiz. Xo'p, azotni massasi qancha? Azotni massasi bu yerda 28 gram. 28 gram uchun qancha kislorod to'g'ri keldi? 16 gram. Azotni massasi 14. 14 gram uchun qancha to'g'ri keladi? 8 gram. Azot 2 oksidida azotni 14 gram uchun kisloroddan 16 gram to'g'ri keladi. Demak, 14 gram uchun yana 16 gram to'g'ri keladi. Xo'p, bu yerda azot 28, tarkibida kislorod 48. 14 uchun qancha keladi? 24. Xo'p, endi bu yerda azot 14 uchun 32. Demak, 14 uchun yana 32 to'g'ri keladi. Xo'p, bu qiymatimizda 28 uchun 80 gram, 14 uchun 40 gram. Endi bu qiymatlarimiz, ya'ni 8, 16, 24, 32 hamda 40. Bu qiymatlarimizni eng kichigiga bo'ladigan bo'lsak, bu demak karrali nisbatlar qonuniga xos ravishda demak kislorodlar nisbati kelib chiqadi. Xo'p, eng kichigimiz qaysi bu yerda? Demak, eng kichigi 8. Demak, har birini 8 ga bo'lamiz. 8 ga bo'lsak necha hosil bo'ladi bu yerda? Bu yerda 1 hosil bo'ladi. Bu yerda 16 ni 8 ga bo'lsak 2 hosil bo'ladi. 24 ni 8 ga bo'lsak 3 hosil bo'ladi. 24 ni bo'ldik, 32 ni 8 ga bo'lsak 4 hosil bo'ladi. 40 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak 5 hosil bo'ladi. Demak, mana shu yerda hosil bo'ldi. Ya'ni kislorodlarning nisbatlari 1, 2, 3, 4, 5 kabi nisbatda. Demak, Daltonning karrali nisbatlar qonuni xuddi mana shuni ifodalar ekan. Demak,
azot va kislorod o'rtasidagi nisbati. Buni turli xil moddalarda ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, bizda ko'proq birikma hosil qiladigan moddamiz bu azot hamda kislorod bo'lganligi uchun shuni ko'rib o'tdik. Buni uglerod yoki boshqa bir moddalar tariqasida ham ko'rib o'tsak bo'ladi. Karoliy nisbatlar qonuni, demak, Karoliy nisbatlar qonuniga tegishli bo'lgan savollarimizni tahlil qilib ketamiz. Birinchi savol: azot 1 oksidi hamda azot 2 oksidi Karoliy nisbatlar qonuniga ko'ra kislorod massalari qanday nisbatda bo'ladi? Demak, dastlab azot 1 oksidi N2O hamda azot 2 oksidi NO. Ushbu qonunda demak, kislorod massalari qanday nisbatda bo'lishi so'ralgan. Demak, buning uchun birinchi navbatda azotlarimizni sonini tenglashtirib olamiz. Buning uchun azot 2 oksidini koeffitsiyentiga 2 qo'yamiz. Shunda bizda azotlarimiz tenglashadi hamda azotlar har biri 28 grammdan qabul qilinadi. Demak, 28 gram azot, bunda ham 28 gram azot. Endi kislorodimizning massalari qancha? Kislorodning massasi bu yerda 16 gram. Bu yerda kislorodimizning massasi qancha? Demak, 32 gram, ya'ni ikkita kislorod atomi bor. Endi bularni nisbatga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 16 ga 32. 16 ga qisqartiradigan bo'lsak, 1 ga 2 nisbatda. Demak, B variantimiz to'g'ri. Ikkinchi savolda Karoliy nisbatlar qonuniga ko'ra metan va etan tarkibidagi vodorod sonlari, demak atom sonlari qanday nisbatda bo'ladi? Xo'p. Demak, metan, ya'ni CH4, etan C2H6. Bunda ham demak, uglerodlar sonini o'zaro tenglashtirib olishimiz kerak, ya'ni massasini bir xil qilib oladigan bo'lsak, massamizda demak metanga 2 koeffitsient qo'yamiz. Shunda uglerodlar soni hamda massalari o'zaro tenglashadi. 24 gramdan har birida demak uglerodimiz bor. Metanimiz qanchadan? Demak, metan soni bu yerda demak 2 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam 8 ta vodorod atomi bor. Bu yerda demak nechta atom bor? Vodorod atomi demak 6 ta. Har bir qiymatni 2 ga qisqartiradigan bo'lsam, demak 4 ga 3 nisbatda. D variantimiz to'g'ri. Uchinchi tipimiz Karoliy nisbatlar qonuniga ko'ra is gazi va karbonat angidrid tarkibidagi uglerod qanday nisbatda bo'ladi? Demak, Karoliy nisbatlar qonuniga ko'ra is gazi hamda karbonat angidrid formulasini yozib olamiz. So'ngra bizda so'ralgan uglerod nisbati, demak biz kislorodni massasini tenglashtirishimiz kerak. Kislorodning massasini keling 32 gramdan deb oladigan bo'lsak, bu yerda is gazini koeffitsiyentiga 2 qo'yishimizga to'g'ri keladi, chunki kislorod is gazida bitta, karbonat angidridda 2 ta. Jami tenglashdi 2 tadan. Demak, kislorod massasi, demak massa nisbatini ko'ramiz. Dastlab 32 ga 32, ya'ni 1 ga 1 nisbatda. Demak, kislorodimiz tenglashdi. Uglerodni ko'radigan bo'lsak, uglerodimizni birinchi, ya'ni is gazida tarkibida massasi demak 24 gram. Keyingisida, ya'ni karbonat angidridda 12 gram. Nisbatga qo'yadigan bo'lsak, 2 ga 1 nisbatda. Demak, is gazi hamda karbonat angidridda Karoliy nisbatlar qonuniga ko'ra ular 2 ga 1 nisbatda bo'ladi. Demak, B variantimiz to'g'ri. To'rtinchi tipda marganes 2 oksidi, marganes 3 oksid, marganes 4 oksid hamda marganes 6 oksidlari Karoliy nisbatlar qonuniga ko'ra kislorodning massalari o'zaro qanday nisbatda bo'ladi? Xo'p, keling berilgan moddalarni dastlab yozib olamiz. Marganes 2 oksidi, marganes 2OH, ya'ni marganes 3 oksidi, marganes 4 oksidi hamda marganes 6 oksidlari. Xo'p, bizda kislorodning massalari nisbati so'ralgan. Demak, biz marganesni teng massada olishimiz kerak har biri uchun. Marganesning atom massasi demak bizda davriy sistemamizda keltirib o'tilgan 55. Keling, har birini massasini 55, bu yerda marganes 2 ta bo'lgani uchun 110 qiymatni olaylik. 110 qiymatni olishimiz uchun demak har birini massasini 110 ga tenglashimiz kerak. Marganes 2 oksidda marganes bitta, demak 2 ga ko'paytiradigan bo'lsa massa 110 ga tenglashadi marganes uchun. Demak, marganes 3 oksidda marganes 110 gram o'zi teng. Keyingisida, ya'ni marganes 4 oksidda marganesimiz bitta. 2 koeffitsient qo'yadigan bo'lsam, demak bu ham tenglashadi 110 gram marganesga. Marganes 6 oksidda ham tarkibida marganes 55 gram. 2 koeffitsient qo'yadigan bo'lsa, marganes massalari 110 gramdan demak tenglashadi. Endi bizda marganeslarimiz har bir xil nisbatda bo'ldi. Endi bizda kislorod nisbatini topishimiz kerak. Kislorodning massasi qancha birinchisida? Demak, nisbatimiz
32 gram bu yerda massamiz. Keyingi holatda kislorodning massasi qancha? 48 gram. Keyingi holatda qancha? Demak 64 gram. Keyingi holatda qancha? Demak 96 gram. Har bir qiymatni keling 16 ga qisqartiramiz. 16 ga qisqartiradigan bo'lsak, 32 ni 16 ga bo'lamiz 2. 48 ni 16 ga bo'lamiz 3. 64 ni 16 ga bo'lamiz 4. 96 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 6. Demak nisbatimiz 2, 3, 4, 6 kabi nisbatda bo'ladi. D variantimiz to'g'ri. Qarali nisbatlar qonuni mavzuyida 5-tip savoli. S2H6, S3H6, S4H6 birikmalardagi uglerodning aniq bir massasiga mos keluvchi vodorodning massalari o'zaro qanday nisbatda bo'ladi? Demak, birinchi S2H6, S3H6 hamda S4H6. Xo'p, bu yerda demak 24 gram uglerod, 6 gram vodorod. 36 gram uglerod, 6 gram vodorod. 48 gram uglerod, 6 gram vodorodga to'g'ri kelmoqda. Endi bizda demak uglerodning massalarini bir xil holatda olishimiz kerak. Keling 12 gramni olamiz. 12 gram olganimizda buni massasi qanchaga to'g'ri keladi? Demak 3 gramga. Keyingi holatda buni 12 gram oladigan bo'lsak, massamiz vodorodniki 2 gramga to'g'ri keladi. Bu yerda ham 12 gram oladigan bo'lsak, vodorodimizning massasi 1,5 gramga to'g'ri keladi. 3, 2, 1,5. Demak, holatni butun son tarzida ifodalaydigan bo'lsak, ya'ni 3, 2, 1,5 ni 2 ga ko'paytiraman har bir qiymatimizni. 6, 4, 3 holatda. Demak, D variantimiz to'g'ri. Xo'p, 6-savolimizda Qarali nisbatlar qonuniga ko'ra azotning qaysi oksidlari tarkibidagi kislorodning massalari o'zaro 1 ga 2 nisbatda bo'ladi? Demak, birinchi bizda azotni demak massalarini o'zaro teng holatda olishimiz kerak. A variantda qaraydigan bo'lsak, azotning massasini tenglashtirishimiz uchun azot toroksidini tarkibiga demak 2 koeffitsient qo'yishimiz kerak. Bunda kislorodni 1 hamda 4 nisbatda bo'ladi. Demak, A variantimiz xato. B variantimizda birinchi azot 2 oksid tarkibiga, ya'ni koeffitsient 2 qo'yadigan bo'lsak, 2 ga 3 nisbatda bo'ladi kislorodlarimizning nisbati. Demak, B variantimiz ham xato. C variantimizda azot 2 oksidi koeffitsiyentiga 2 qo'yadigan bo'lsak, kislorod nisbatlari 2 ga 5 nisbati. Demak, bu ham xato. D variantida demak azot 1 oksidi hamda azot 2 oksidi. Azot 2 oksidini koeffitsiyentiga 2 qo'yishim kerak, ya'ni uglerod azotlarimizni massalari tenglashishi kerak. Bu yerda demak kislorodimizni 1 ga 2 holatda bo'ldi, ya'ni massasi ham xuddi mana shunday 16 gramga 32 gram bo'ladi, ya'ni 1 ga 2 nisbatda. Demak, D variantimiz ushbu savolimizning yechimi bo'ladi. Qarali nisbatlar qonuni mavzusidagi 7-tip savoli. Temir 2 oksidi hamda temir 3 oksidi qanday mol nisbatda aralashtirilsa, umumiy formulasi temir 8O1 bo'lgan aralashma hosil bo'ladi? Temir 2 oksidning formulasi temir O. Temir 3 oksidning formulasi temir 2O3. Xo'p, bizda demak bu yerda nisbat temir 3 ta, kislorodimiz 5 ta bo'ldi. Keling, temir 2 oksidini 2 mol nisbatda olaylik. Bunda holatimiz qanday bo'ladi? Temirimiz demak 2 ta, bu yerda ham 2 ta, jami 4 ta. Demak, hali kam, ya'ni bizda temir 8 ta bo'lishi kerak. Keling, endi 8 ta bo'lish uchun bu yerga 3 mol nisbatda qo'yaman. Ya'ni temir 3 oksidga 3 mol nisbatda bo'lganda temirlarimiz soni nechta bo'ldi? Demak, 6 taga 2 ta, jami 8 ta. Kislorodlar demak nechta bo'ldi? Kislorodimiz bu yerda 2 ta, bu yerda 9 ta. 9 ga 2 ni qo'shsak 11. Demak, 2 ga 3 nisbatda bo'lganda umumiy formulamiz temir 8O1 bo'lgan aralashma hosil bo'ladi. Demak, A variantimiz to'g'ri. 8-tipda A hamda B elementlar orasida hosil bo'lgan ikki moddadagi B elementining massa nisbati 9 ga 14. Birinchi modda formulasi A2 B3, ikkinchisiniki A3 Bn bo'lsa, n qiymatini aniqlang. Demak, dastlabki moddamiz A2 B3. Keyingi holatdagi moddamiz A3 Bn. Endi B ning nisbatlari demak 9 ga 14. Keling, dastlab Qarali nisbatlar qonuniga xos holatda A elementlarimizning massasini aniq bir nisbatda olaylik. Ya'ni koeffitsiyentlarini tenglashtiradigan bo'lsak, bu yerga 3, bu yerga 2 qo'ysam, A moddamizning massalari o'zaro tenglashadi, ya'ni bir xil massaga ega bo'ladi. Endi B nechta bo'ldi bu yerda? Bizda 9 ta B bo'ldi, ya'ni 3 ga 3 ko'paytiriladi. Shunda
9 gramm modda massasi bo'ladigan bo'lsa, 9 ta moddamizda bitta B ni massasi 1 ga to'g'ri keladi. Bu yerda B ni massasi demak, B nechta B miz bor bizda? Demak 2n ta, ya'ni 2n ko'paytirilgan 1, ya'ni B ni massasi 2n teng bo'ladi 14 ga. N qiymatimizni o'zini topadigan bo'lsak, 14 ni 2 ga bo'lamiz 7. Demak, D variantimiz to'g'ri. Karolin nisbatlar qonuni 9-tip. Quyidagi birikmalarning qaysi birida x ning massa ulushi eng katta? Demak, x ning massa ulushi eng katta bo'lgan moddamizni topishimiz kerak. Buning uchun bizda x moddamiz ham noma'lum, y moddamiz ham noma'lum. Keling, x ga ham, y ga ham o'zimiz hisoblashimiz uchun qulayroq bo'lgan massa berib olaylik. Demak, keling x ga 10 gramm. Y ga ham keling 10 gramm beraylik. Ya'ni moddamiz bitta x atomini massasi 10 gramm, y atomini massasi ham 10 gramm deb faraz qilaylik. Ammo A varianti tahlil qiladigan bo'lsak, x 2 y. Umumiy moddamizni massasi hisoblasak, demak 30 gramm bu 100%. X imiz qancha bizda? Demak, x imiz bu yerda 20 gramm. Massa ulushimiz qancha bo'ladi? Demak, 66,67%. B variantida x, y. Massamiz umumiy 20 gramm, 100%. X imiz massasi 10 gramm, qancha? Demak, yarimi 50%. C variantida x 2, y 3. Umumiy massamiz demak 50 gramm, bu 100%. X imiz 20 gramm. Demak, qancha? 40%. D variantimizda x, y 2. Umumiy modda massasi 30 gramm, bu 100%. Bizda x imiz 10 gramm, massa ulushimiz qancha? Demak, 33,33%. Demak, bizda massa ulush eng yuqori qiymat so'ralgan. Demak, A variantimizda 66,67%. Bu eng yuqori massa ulush, demak, A variantimiz to'g'ri. 10-tipda teng massada x saqlagan quyidagi berilgan birikmalarda qaysi birining massasi eng katta? Demak, har birida x ning massasi bir xil. Keling, A varianti tahlil qilaylik. X 2 y. Xo'p, massamizni xuddi 9-tip kabi bir xil massa berib olamiz. X ni ham 10, y ni ham 10 massada olaylik. Endi 20 gramm x bo'lganda tarkibida umumiy massamiz 30 gramm bo'lardi. Keling, biz har birining massasini x imizni 10 grammdan olamiz. Har birining tarkibida 10 gramm x bor. Buni massasi qancha bo'ladi? Demak, 15 gramm. Umumiy moddamiz 15 gramm. B variantida umumiy x, y modda massamiz 20 gramm. Ya'ni 10 gramm 10 gramm x bo'lganda moddamiz 20 gramm bo'lardi. 10 gramm haqiqatan x bo'lganda qancha bo'lardi? Yana 20 gramm. C variantimizda x 2 y 3. Umumiy 20 gramm x bo'lganda moddamiz 50 gramm edi. Endi bizda 10 gramm bo'lganda umumiy modda massasi qancha bo'ladi? 25 gramm. D variantida x, y 2. 10 gramm x saqlaganda modda massasi 30 gramm. Biz yana 10 gramm saqlaganda qancha bo'ladi? Demak, 30 gramm. Endi masala shartimizda qaysi birining massasi eng katta deyilgan? 15, 20, 25 hamda 30. Qaysi biri yuqori? Demak, bizda 30 gramm eng yuqori massali moddamiz. Demak, D variantimiz to'g'ri. 11-savol. Karolin nisbatlar qonuniga ko'ra metan hamda CH4 tarkibli vodorod atomlari qanday nisbatda bo'ladi? Demak, CH4 hamda C2H4. Vodorod atomlari soni qanday nisbatda bo'ladi? Demak, uglerodning massalalarini biz teng qiymatda olishimiz kerak. Uglerodimiz bu yerda 12 gramm bo'lganda vodorod atomlari soni 4 ta. Uglerod 24 gramm bo'lganda vodorod atomlari soni 4 ta. Endi uglerodimizni bu yerda demak, keling, har birini 12 grammdan olaylik. 12 gramm bo'lganda qancha? Demak, 4 ta. 12 gramm bo'lganda qancha? Demak, 2 ta. Demak, 4 ga 2 yoki 2 ga 1 nisbatda. C variantimiz to'g'ri. 13-savol. Karolin nisbatlar qonuniga ko'ra formulasi C3H4 hamda C4H10 bo'lgan birikmadagi uglerod atomlari soni qanday nisbatda? C3H4 hamda C4H10. Xo'p, birikmadagi uglerod atomlari soni qanday nisbat? Uglerod qanday nisbat? Demak, biz vodorodlarni tenglashtirishimiz kerak. Bu yerda 36 gramm uglerod bo'lganda 4 gramm vodorod bor.
48 gram uglerod bo'lganda 10 gram yoki 10 ta vodorod atomi bor. Vodorodlarni demak 40 tadan qilib olaylik, har biri uchun 40 ta. Bunda qancha? Bunda ham 40 ta. Massasini topaylik. Bunda ham demak massasini topamiz. Bunda 360 gram. Bu yerda 48 da 4 ga ko'paytirishimiz kerak. 48 ko'paytirilgan 4. 192. Endi 360 192. Har birini 12 ga bo'ladigan bo'lsam, atom soni kelib chiqadi. Demak, 360 ni bo'laman 12 ga, demak 30. Bu yerda 192 ni bo'laman 12 ga. 16. Demak, 30 ga 16. Keling, har bir qiymatni 2 ga qisqartiraman. 15 ga 8. Endi boshqa qisqarmaydi. Bu holatimiz eng qisqa holati 15 ga 8. Demak, D variantimiz to'g'ri. 15-savolimiz Karolin nisbatlari qonuniga ko'ra formulasi demak C2H6 hamda CnH4 bo'lgan birikmadagi uglerod atomlari soni 9 ga 4 nisbatda bo'lsa, n qiymatini toping. Uglerodimiz 9 ga 4 bo'ladigan bo'lsa, dastlab demak biz tenglashtirib olishimiz kerak nimani? Demak, vodorodlarini. Bu yerda demak vodorodimiz 6 ta, bu yerda 4 ta. Buni 2 ga ko'paytiraman, buni 3 ga ko'paytiraman. Ya'ni vodorodlarimiz 12 tadan bo'ladi har birida. Demak, bu yerda 4 ta uglerod, bu yerda 3 n ta uglerod. Nisbatimiz qancha? Demak, 4 ga 9. Proporsiya qiladigan bo'lsak, 4 ni ko'paytiramiz 9 ga teng bo'ladi. 4 ni ko'paytiramiz 3n ga. 4 larni qisqartiramiz. 9 imiz teng 3n. N qiymatimiz teng 3. Demak, C variantimiz to'g'ri.